أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ey Allahqa, onun peygamberiga iman keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allah'ның sizlarga ato qilgan xotirjamlik ne'matini va sizlarni yo'q qilmoqchi bo'lgan dushmaninglarning ko'ngliga qo'rqinch solganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamonda kofirlar sizlarga qo'l solmoqchi bo'lgan edi. Alloh ularni murodiga yetkazmadi. Allohdan qo'rqinglar. Uning jazosiga uchrab qolishdan hazar aylanglar. Uning o'ziga tayininglar. Uning yordamiga va nusratiga ishoninglar.